Assalomu alaykum azbekajonlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga yoqadigan oson usulda Napoleon tort tayyorlab ko'rsatmoqchiman. O'ylaymanki sizlarga ham albatta yoqadi. Siz ham tayyorlab ko'ring. Agar a'zo bo'lmagan bo'lsangiz kanalimga a'zo bo'lib qo'ying. Albatta ertangi videolarimdan ham xabardor bo'lib turasiz. Men tayyorlagan videolarni tomosha qilib borishga musharraf bo'lasiz. Marhamat, tomosha qiling. Bismillahirrahmanirrahim deb başladik. 250 ml suvimizga bir choy qoshiq tuz solamiz. Bir osh qoshiqda uksus. Menda 70% uksus ekan. Solamiz. Bir dona tuxum chaqib solamiz. Ve bunu aralashtirib qo'yamiz. Yukarıdan qo'yishini. gram un, 800 gram un ilov oldim. Vishit sort. Unimiz Qozog'istondagi. Nomi yo'q ekan, yozilmagan ekan. Bilmayman. Buni endi bir chekkaga qo'yib turamiz. 800 gram unimizga 500 gram 82% margarinimizni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Unga botirib tak qo'yaveramiz endi o'rtasiga. Yirik tishidan chiqaryapman. Morozinlikdan oldim. Yo'q, margarinni. Sal kichikroq bo'lib olay desam, bo'lib bo'lmasa kerak, muzlab qo'ygan. Sariyog'ni qirg'ichdan chiqarib oldim. Mana endi buni kroshka qilib olamiz. Kroshkani qilib oldim. Endi sekin bunga o'rtasini ochamanda tayyorlagan suvimizdan quyaman. Ozgina qo'yib turaman, balki ko'p bo'lib ketar. Bilib bo'lmaydi. Suvimizni qolganini ham qo'yamiz ekan. Endi stolga tushirib olamiz. Mana hazlarim xamirni ham tayyorlab oldim. Endi buni 2-3 soatga, qancha ko'p tursa shuncha yaxshi, xolodilnikka qo'yib qo'yaman. Oradan 3 soat vaqt o'tdi. Xamirimizdan qilinadigan holatga keldi, mana qattiqqina bo'lib. Endi buni teng bo'laklarga bo'lib olamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Oltita bo'lakka bo'laman ekan. Böyle aldım. Şimdi bunu sert
dumaloq holatga keltirib, dumaloq emas, to'rtburchakli, diskin to'rtburchak holatga keltirib xolodilnikka yana qo'yib qo'yaveramiz, bittasini olib qolamiz. Oltita bo'lakka bo'lib oldim, 5tasini mana o'rab xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Hozir havo issiq, yog'lar erib ketadi. Lekin bittasini olib qoldim, bittasini yo'yamiz. Mana xolodilnikka qo'ygan xamirchalarimiz tayyor bo'ldi. Endi bularni bitta-bitta qilib, bundan sepib yoyib olamiz. Bundoq qilib to'rtburchak bo'lishi shart emas. Qanaqa qilib yoysangiz ham yoyilsa bo'ldi. Uni yana listga joylashtirayotganda o'zimiz to'g'rilab olaveramiz. Mana shunday qilib yoyib olamiz. Xamirimizni ham yoyib oldik. Mana endi listga joylashtirib olamiz. List orqa tomoniga qilyapman. Kesishga udobno bo'ladi deb. Yonlaridan 2 cm qoldirib olib tashlayman. Chunki xamir kichkina bo'lib qoladi pishgandan keyin. O'rtadagisi. Mana shunday qilib yonlariga 2 cm tushib turibdi. Shuni qilib kesib bu yondan chiqqanini zuvolacha qilaman-da, ustiga sepishga pishirib olaman alohida. Ilk urib qo'yamiz. Pufakcha bo'lib qolmasligi uchun. Mana endi duxovkaga solib pishirib olamiz. Oxirgi xamirimizni pishiryapmiz. Bunisini endi urvoqqa ishlatamiz. Liplariga, yuzasiga. Qanaqa bo'lsa ham pishirib olaveramiz. Shart emas, chekkalarini tekislash. Lekin albatta vilka urib qo'yamiz. Oy. Oxirgisini ham mana pishirib olaman. Hamma sloylarimizni pishirib oldik, mana. Juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Qo'limga olsam sinib ketadi. Mana ko'rib turganingizdek, mana bittasini ustiga sepishga urvoq qilamiz. Chiqamiz juvo bilan. Yerish jarayonini ko'rsataman. Endi kremini tayyorlab olamiz. Buning uchun xona haroratida turgan shvedriy leta saryog'idan foydalandim. 72,5% ekan, 200 gram. Buni idishimizga solib olamiz. Mikserlab olamiz. Oppoq bo'lguncha qilib olamiz. Yog'imiz tayyor bo'ldi. Endi bunga Zayka 8,5%
Sug'ishgan molokodan sekin-sekin qo'shib boramiz. 200 gram sливочный maslaga, shedreleta sливочный maslasiga 8,5% zayka sug'ishgan molokosini 900 gram ishlatdim. Mana shunaqangi suyuq, kechirasizlar, suyuq massa hosil bo'ldi. Endi 900 gram, 200 gram, 1 kilo 100 gram bo'ldi. Mana shuni endi hamma sloylarimizga birin-ketin surtib olamiz. Endi tortimizni sekin teramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb yaxshi turish uchun, silib ketmasligi uchun yopishtirib olaylik. Bismillah. Tort uchun mana shunaqangi suyuqroq, bundan ham suyuqroq bo'lishi kerak edi. Qasal qo'yiq ekan. Sekin qoshiqda har bir choyga bir qoshiqdan quyib chiqamiz. Endi buni hammasiga teng qilib surtib chiqamiz. Hamma joyiga tekkizib. Endi ikkinchi sloyimizni qo'yamiz. Unga ham xuddi shunaqa qilib 4 qoshiq burchaklarga quyib yoyib chiqamiz. Ikkinchi qavatini ham mana surtib oldim. Endi 7-qavatini qo'yib, mana 8-qavatini ham qo'yib oldim. Menda 6 ta kesgandim, esinglarda bo'lsa. Nima kichkinaligi uchun, listim kichkinaligi uchun 8 ta qilib oldim. Listimni nimasi kengligi 30 ga 30. Endi 8-qavatini qo'yib oldim. Ozgina bostirib yuboramiz-da buni, keyin ustidan qo'yib mana bir-biriga birikib bir qatorlari dagilar o'tishi kerak. Shuning uchun biz bostirib oldik. Mana. Endi yana bitta nimamizdan qo'yamiz. Yana bir qavat ustiga. Mana shunaqa qilib. Yog' qo'shib olganimiz uchun unchalik suyulib ketmadi. Yog' qo'shmasak juda ham suyulib ketadi sug'ishonkamiz. Yog' qo'shib olganimiz yaxshi bo'lgan. Mana endi shuni bir xil qilib surtib, oxirgi sloyimiz ustiga mana kremimizdan surtib oldik. Endi yonlaridan chiqqanlarini qo'lim bilan mana bunaqa qilib olgandim, ezib olgandim. Shuni tepib chiqamiz. Bunday qilib 8 qavatli bo'ldi. Shu Napoleon tortimizga 500 gram, ba'zi bir joylarda sariyog' deb ketibman, margarin ishlatdim. Sug'ishonka 900 gram, 200 gram kremiga yana sariyog' ishlatdim. Apisaniyada yozib qoldishni bilmayman, o'shaning uchun aytib qo'yyapman. Azizlarim. Endi buni bir kechaga xolodilnikda qoldiramiz. Tortimiz ham tayyor bo'ldi mana. Azizlarim, ko'rib turganingizdek 8 qavatli. Endi bir kechaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Juda ham mayin, qarsildoq mana xolodilnikda turgandi bir kecha. Hozir ozgina kesdim. Juda ham chiroyli. Agar video roligim sizlarga ham yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham yoqadi sizlarga ham. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Yanagi videolarimda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.